Assalomu alaykum o'quvchilar. Keyingi eng oxirgi zamonimiz bu future perfect continuous, ya'ni kelasi tugallangan davomli zamon. O'zi bu zamon deyarli og'zaki nuqta ishlatmaymiz. Hech kim deyarli og'zaki nuqta ishlatmaydi yoki bir writingda ham deyarli yozmaymiz, speakingda ham deyarli gapirilmaydi. Lekin grammatikalarda, ertaga readinglarda yoki ertaga listeninglarda kelib qolishi mumkin. Baribir o'rganganimiz yaxshi va bu oxirgi zamon hisoblanadi. Sal tushunmovchiligi bor, biroz murakkabroq, o'rganganimiz yaxshi. Demak, kelasi muayyan bir vaqtgacha bo'lgan, masalan 2030-yilgacha bo'lganmi, 2040-yilgacha bo'lganmi yoki ertaga, keyingi haftagacha bo'lganmi va ma'lum muddat davom etib turgan sharoitlar uchun ishlatadi. Buni ham tarjimasi future continuousga o'xshab tarjimasi ayotgan edi degan tarjimani beradi. Lekin future continuous kelasi zamonda boshlangan, o'sha kelasi zamonda ma'lum vaqtda sodir bo'lyapti. Future perfect continuous bo'lsa oldin boshlangan, hozir ham davom etyapti, kelajakda ham davom etgan ish harakatlar uchun ishlatadi. Misol uchun, men 2030-yil bo'lsa, yo'q, 2027-yilda, xo'p, misol uchun Samarqandda 5 yildan beri o'qiyotgan bo'laman. Yoki 2030-yilda men 11 yildan beri maktabda o'qiyotgan bo'laman. Yoki ustoz yana bir oydan keyin mart oyida yoki fevral oyida men ropparosi 1 yildan beri ingliz o'qiyotgan bo'laman. Bir ma'lum bir vaqtgacha sodir bo'lib kelayotgan sharoitlar uchun ishlatiladi. Hali davom etyapti. Yoki aytishimiz mumkin, xo'p, yana yarim soatdan keyin 11:35 bo'ldi, ya'ni 12da men 3 soatdan beri dars o'tayotgan bo'laman. Ya'ni kelajakda muayyan bir vaqtgacha, 12gacha, 27-yilgacha, 30-yilgacha va ma'lum muddat o'sha vaqtgacha davom etib turgan ish harakatlar uchun ishlatilyapti. Yoki aytishimiz mumkin, men yana mana shu yerda 1 oy ishlasam, ropparosi 8 oydan beri dars o'tayotgan bo'laman yoki shu yerda ishlayotgan bo'laman. Shunaqa holatlarda ishlatiladi. That's good. Demak, grammatikamizni boshladik. Darak shakli doimo subject keladi. Eslaringizda bo'lsa, agar have plus been plus fe'lga ing qo'shadigan bo'lsam, bu present perfect continuous edi. Agar o'rtaga shunchaki bitta will ni qo'shadigan bo'lsam yoki shall ni qo'shadigan bo'lsam, bu future perfect continuous bo'ladi. Present perfect continuous ga bittagina will qo'shiladi, future perfect continuous va bu faqatgina have ishlatadi. Has ishlatmang, he shitga ham futureda have ishlatilishi kerak. Misol uchun, I will have been studying. Tarjimasi: men o'qiyotgan bo'laman. Yoki he will have been sleeping. U uxlayotgan bo'ladi. Yoki they will have been working. Ular ishlayotgan bo'ladi. They will have been working for 5 years. Ular 5 yildan beri ishlayotgan bo'ladi. Yoki he will have been sleeping for 2 days. U 2 kundan beri uxlayotgan bo'ladi. I will have been studying for 5 years. Men 5 yildan beri o'qiyotgan bo'laman by 2030-yilgacha. Like this. Ya'ni ega keldi, will keldi, have keldi, been keldi, fe'l keldi va fe'lga ing keldi. Asosiy qilayotgan ish harakatingizni mana bu fe'llar orqali ifodalaysiz. Inkor shakli bo'ladigan bo'lsa, subject plus bittagina o'sha will ga not inkor yuklamas qo'sh orqali esladi. Will not plus have plus been plus fe'lga ing. Mana shu formula bo'yicha inkor yuklama. So'roq yuklama bo'ladigan bo'lsa, bittagina will ni ilovaga chiqarish orqali eslaymiz. Will plus subject plus have plus been va fe'lga ing. Bu so'roq shakli. Demak, gap yozamiz. Men 1 oydan beri o'qimayotgan bo'laman bo'lsin. I will not have been o'qimoq studying. Men o'qimayotgan bo'laman. Yoki he will not have been, misol uchun listening. U tinglamayotgan, listening to u tinglamayotgan bo'ladi. Yoki we will not have been, we will not have been, misol uchun working. Biz ishlamayotgan bo'lamiz. O'xshamay qoldi. Yana ega, hammasiga will qo'yilyapti. Inkor shaklida hammasiga not qo'yildi va hammasiga have qo'yilyapti. Hammasiga been qo'yilyapti. Deyarli birorta grammatikasi o'zgarmayapti. Bittagina asosiy fe'lga ing qo'yilyapti. Sizni nima qilayotganingizni oxirgi asosiy fe'llar ko'rsatib beryapti. So'roq shakli bo'lsa, aytganimizdek will birinchiga chiqadi. Will you have been studying? Sen o'qiyotgan bo'lasanmi? Will you have been studying? Ayotgan bo'ladi degan tarjimani berdi. Yoki will she have
been. Will she have been? Misol uchun sleeping, u uxlayotgan bo'ladimi? Sal o'zi xunuklashib ketdi, mayli, tez yozgandagi shunday bo'ladi. Will they have been working? Ular ishlayotgan bo'ladimi? Yana o'sha will hammasi birinchi chiqdi, ega, yana hammasi have, yana hammasi been va hammasiga asosiy ish harakat qilayotganingiz ing bilan birga kelyapti. Bu ma'lum bir vaqtda boshlangan va o'sha vaqtda kelajakda ham davom etgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Hozir to'liq bitta gapimiz. Mana buni chiroyli qilib yozib olasiz daftaringizga. Rasmga olib yozib olasiz. Endi biroz ko'taraman buni. Bitta endi to'liq gap yozamiz bunga. Demak, misol uchun qarang. By 2027. By degani sizda bo'lsa future perfect o'tgandek gacha degani. By 2027 2027-yilgacha 2027-yil bo'lsa I will have been living for misol uchun 10 years. 2027-yilgacha men bu yerda 10 yildan beri yashayotgan bo'laman. Asosan perfect continuouslar for zamonlar, for kal so'zlar bilan keladi va aniq vaqt bilan keladi. Yoki misol uchun by 2030-yilgacha, hozir misol uchun 6-si bo'ladigan bo'lsa by 2030 hop they will have been studying misol uchun for 5 years. Agar 2030-yilgacha ular 5 yildan beri o'qiyotgan bo'ladi. Ya'ni 2030 bo'lsa, hali kelasi zamonda ular 5 yildan beri o'qiyotgan bo'ladi. Ana shunday. Yoki by next month keyingi oygacha he will have been misol uchun nima deymiz? Will have been by next month he will have been learning English. Wow, yeah. Learning English, ingliz tilini o'rganayotgan bo'ladi. Misol uchun for 2 months. U 2 months. 2 oydan beri keyingi oygacha u 2 oydan beri ingliz tilini o'rganayotgan bo'ladi. Asosan perfect continuouslar oddiygina simple continuous zamonlardan farqi mana bu for sincelar bilan birga ishlatilishida, forlar bilan asosan ishlatiladi. Ana shunday. Va bular deyarli doimo aniq vaqt bilan kelishi kerak. To'liq buni yozib olasiz-a? O'zingiz mustaqil gap tuzingizlar bunga. Bu esdan chiqmasin. Asosiy o'tiladigan zamonimiz mana shular bo'ladi.